Assalomu rahmatullohi hammaga salomatmisizlar. Yaqinlashayotgan Ramazon oyini muborak bo'lsin. Va bugungi temamiz ham matching hadingizga taalluqli bo'lganligini hisobiga, ya'ni matching hadingizdan boshqa zadaniyani o'sha kurs tutoringga, ya'ni yuqorida tashlagan har bitta etaplar bo'yicha bitta analiz qilishni o'rgataman. Ya'ni qanaqa qilib so'zlik emas, umumiy general meaningga chiqarish kerak bo'ladi, qaysi joyga ahamiyat berish kerak, qanaqa joyni skip qilish kerak bo'ladi, qanaqa qilib polniy tekstni o'qib turib o'zimizlarni umumiy xulosamizni qazishsa bo'ladi. O'sha narsalar bo'yicha xudo xohlasa polniy ko'rib chiqamiz istab. Birinchi bo'lib o'sha главная informatsiya, главный anaqa tip, что mana bu narsada sizlarni miyalarni band qilib qo'ymasin. Bu joylarga umuman qaramaymiz. Birinchi nima qilishimiz kerak? Tekst o'qib olishimiz kerak bo'ladi. Tekst o'qiymiz, umumiy o'zimiz uchun bitta heading chiqarib olamiz. O'sha headingni, ya'ni miyamizdagi yoki deb o'ylaganimizdan shunchaki mana narsaga shunaqa reference qilsak bo'ladi. Yokida hadniqatdan to'g'ri kelib qolishi ham mumkin ba'zi bir holatlarda. The pyramids are the most famous monuments of ancient Egypt and still hold enormous interest for people in the present day. Ko'rayotgan usulda piramidalar haqida ketayapti. These grand impressive tributes to the memory of the Egyptian kings have become linked with the country even though other cultures such as Chinese and Mayan also built pyramids. Well, should match greatly impressive tributes to the memory of Egyptian kings have become linked with the country even though other cultures ma'murlar qurganiga qaramasdan. The evaluation of the pyramid from the forum, ya'ni evalyutsiyasi of the pyramid forum has been written and argued about for centuries. Ya'ni buni evolyutsiyasi haqida nima bo'lyapti? Ya'ni har xil anaqa yozilgan va shu argu qilinib kelyapti bir necha asrlardan beri. However, there is no question that as far as Egyptian is concerned, it began with one monument to one king designed by one brilliant architect, the State Pyramid of Djoser et Saqqara. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda nima bo'lyapti? Ya'ni birinchi informatsiyamizda shunchaki introduction bo'lyapti. Ya'ni shu piramida oldindan cho'tki bo'lgan, hozir ham ko'p odamlar qiziqishida deyapti. Keyin moment aytyapti, что evolyutsiyasi, ya'ni asrlardan beri anaqa qilinyapti, argu qilinyapti, bu haqida nasrda yozilib kelyapti, boshqa narsa deyapti. However, there's no question that deyapti, ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'p narsada yozilgan, ko'p narsa argu qilinganligiga qaramasdan, bittasi, there is no question that deyapti, ya'ni hech qanaqa shubha yo'q, savol yo'q deyapti. As far as Egypt is concerned, bo'lgan one monument deyapti, ya'ni bitta monument bilan boshlangan, kim uchun? Bitta king uchun, ya'ni qirol uchun qurilgan monument bilan boshlangan deb turib aytib. Ya'ni bu yerda shu ko'p informatsiyalar bor. Mana qurgan, lekin shu bitta dona anaqasida nima bo'lyapti? Что 100% uverin bo'lib turib gapirib beryapti. Okey, tushunoldik. Endi nima qilamiz? Sekin variantga qarab chiqamiz. The area and artifact within the pyramid itself, ya'ni bu area haqida yo'q, artefactsda piramida bor informatsiya. Ko'rayotgan bo'lsa, mana piramida ko'p kelyapti. Lekin piramidani ichiga kirmayapti. Ya'ni polni piramidani o'zini describe qilib bermayapti. Shunaqa hisobda bu chiqib ketadi. A difficult task for those who involved. Ya'ni kim jalb qilingan bo'lsa, shularga difficult task. O'sha gap protsessi hech qanaqa informatsiya. King who saved his people. Qarang, bu yerda king bor. Bo'ldi, tamom. Mana shu uchayotganib turib ko'pchilik adashib ketadi. Bu noto'g'ri narsa, chunki gap polni qirol haqida emas. Qirol qanaqa odamdan qutqargan, boshqa qilgan u haqida emas. Bu yerda umumiy piramidani anaqasi haqida bo'lyapti. Ya'ni shu haqidagi fakt. Shu hisobiga bu ham chiqib ketadi. A single certainty among other less definite facts. A single certainty certainty degani bitta yagona точный bo'lgan narsa, ya'ni there is no question ga to'g'ri kelyapti. Among other less definite facts degani bu yerda har xil anaqalar bor, bunaqalar bor. To'g'ri kelib turibdi hozirchalik. An overview of the external buildings put ham shu narsa. Piramida o'zini fond describe qilib berayotgani yoki building design the other copies. Mana bu yerda qaraydi, piramidani dizayni qaysiga boshqalar kopiya qilganini o'ttir. Va bu yerda ko'pchilik o'ylashi mumkin, что Honor for people, blah blah Egyptianlar qilgan dot linked with the country even though other cultures such as mana bu yerda also build pyramids lekin bu yerda ham yurtgansa kopiya qilgan demayapti. Bu yerda ya'ni link, ya'ni qilgan dot. Copy degan narsalar haqida informatsiya yo'q bo'lganligi uchun bu yana bo'lmaydi, chiqib ketadi. An idea for changing design of the burial structure, ya'ni bu yerda qabr anaqa strukturasi haqida yo'q. Incredible experience despite a few remains yo'q. The answer to some unexpected questions. No, unexpected question haqida informatsiya bo'lmaganligi uchun yo'q. Unexpected bu javob ham yo'q lekin. Shu hisobiga javob bo'lib ketadi. A single certainty among other less definite facts bo'lib ketadi. Yes.
mana shunaqa turib iloji boricha nima qilishimiz kerak bo'ladi, ko'rayotgan bo'lsa birinchi paragrafni полный o'qib oldik va chalib ketmasliginglarni eng asosiy sababi sizlar paragrafni umumiy ma'nosini tushunib olishinglar kerak bo'ladi. Qachonki paragrafni umumiy ma'nosini tushunib olsanglar, o'shanda bir ikkita bir narsa, misol uchun keng bo'lyapti, mana bu yerda others copy bo'lyapti, o'shanga o'xshagan o'xshashli so'zlar chiqadigan bo'lsa ham nima qilmaysa, chiqib ketmaysa, chunki sizlar ma'nosi safhada chiqmayapti. Sama sabab bo'ldi. Javob demay javob noto'g'ri ekan turib adashib ketishlarnikida xato topishlarni anaqasi riski ancha kamayadi xudo xohlasa. Okay, next king is Djoser was the first king of the third dynasty of the Egypt and the first to build in stone. Djoser haqida aytib beryapti. O'sha qirol haqida informatsiya ketdi. Prior to Djoser's reign, tombs were rectangular monuments. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni Djosergacha ham deyapti, что tombslar were rectangular bo'lyapti. Ya'ni qabrlar rectangular shaklda bo'lgan deyapti. Monumentslar made of dried clay brick. O'sha monumentlari anaqada quritilgan, qishda qilingan, which covered underground passage where decreased person was buried deyapti. Deceased personlar nima qilingan, o'sha yerga ko'milgan deyapti. For reasons which remain unclear, ya'ni noma'lum sabablarga ko'ra, ya'ni hali ham prichinasi aniq emas, sabab aniq emas. Djoser main official, whose name was Imhotep, conceived of building a taller, more impressive tomb for his king by staking stone slabs on top of on top of one another. Keyin ko'rayotgansiz Josurgacha o'zi qabrlama bunaqa bo'lgan, lekin besabab, ya'ni sababni hech kim bilmaydi deyapti. Shu sababni hech kim bilmaydi, lekin shu Josur anaqasi mana Imhotep anaqasi uchun, qirol uchun boshqacharoq, kattaroq, more impressive anaqa qabr qurishni anaqa qilgan deyapti. Ya'ni toshini bir-birining tepasiga qo'yib deyapti. Progress of making them smaller to the town of shape would now at the step pyramid. Endi shu qo'yib turgan oxirida shu kichkina bo'lib anaqa qilgan. Joseph saw the reign for 19 years, but some historians and scholars attribute a much longer time for his rule, owing to the number and size of the monuments he built. Ya'ni o'sha anaqasiga boshqarganiga qarab, ya'ni shu qabr razmeriga qarab, u 19 yildan ko'proq boshqargan turib anaqa qilishyapti. Xullas, bu yerda asosiy gap nima bo'lyapti? Qirolmi? Yo'q, qirol haqida emas, ya'ni qirol uchun qilingan narsa haqida ketyapti. Okey. Qirol uchun nima qurilgan? Piramida qurilganmi? Yo'q, piramida yo'q. Demak, nima bo'lyapti? Oldin qabrlar qanaqa bo'lgan va qirol uchun qanaqa qabr yasalingan. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda главный ma'no nima qilib beryapti? Kompyuter qilib beryapti. Ya'ni oldin mana bunaqa bo'lgan edi. Okey, bu chiqib ketadi, lekin bu главный informatsiyasi hozir qanaqa bo'lyapti, bunaqa narsalar bo'lyapti deb turib beryapti. Okey. Piramidaning ichi haqida informatsiya yo'q, faqat shu qabr haqida ketyapti. Difficult bo'ldi. Da, может qiyin bo'lgandir, ya'ni shu narsani qurish haqiqatdan, lekin bu yerda u haqida aytayotgani yo'q, ya'ni logichni o'ylab ham olib qo'yish mumkin emas ikkini. Keyin bor, ko'rayotgan bo'lsa, lekin kimlarni qutqarib qo'ygan, qanaqa odamlarni qutqarib qo'ygan u haqida informatsiya yo'q. Single certainty bu chiqib ketdi, bu yerda ham single certainty anaqa to'g'ri kelmaydi. And overall external buildings in areas, ya'ni tashqi zdaniylar, arealar haqida yo'q. That others copied pyramid and designed boshqada kopiya qilgan yo'q. An idea for changing the design of mana ideya bo'lyapti, kimdan chiqyapti? Imhotepdan chiqyapti. Nima uchun? Changing design of burial structure. Burial structure shu tombini, ya'ni qabrini strukturasini boshqacharoq qilish haqida. O'qib ko'ramiz oxirigacha. Nima incredible experience despite the few remains. But experience qilishyapti, что ko'proq anaqa qilishgan, lekin few remains emas, ya'ni polni qabri ko'rib chiqib turib anaqa nimadir predict qilishyapti. The answers to some unexpected questions. Bu yerda kutilmagan savollar, unaqa narsalarga javob oldi. Yo'q, ya'ni bu yerda buzilmasdi bu narsalar. Shaxs hisobiga yes nima ketadi? Mana bu narsa bu ketyapti. Bu bo'ldi, mana bu bo'ldi. 7. Hop, keyingisi 3 o'qiydigan bo'lsak, tak. The step pyramid has been thoroughly examined and investigated over the last centuries. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, anchadan beri izlanilmoqda, boshqa qilinmoqda, o'rganilmoqda. It's not that the building process went through many different stages. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni har xil o'zgarish, ya'ni different steplardan o'tgan, ya'ni o'zgarishlar ko'p bo'lganda. Historians Mark one day Mirob comments on this, writing much experimentation was involved, which is especially clear in the construction of the pyramid in the center of the complex. Ya'ni ko'p anaqalar bo'lgan, qurilishlar, boshqaruvlar, shu narsalar ko'p bo'lgan. It had several plans before it became the first pyramid. Ko'rayotganingiz mana bitta mana shu shaklga kelgungacha har xil o'zgarishlar bo'lgan, har xil planlar bo'lgan deyapti. Building 6 levels on the top of another, the weight of the enormous mass was a challenge for the buildings.
ko'rayotgan bo'lsak mana shu narsani anaqasi, ya'ni shu yuqori massa, ulkan massa juda ham nima bo'lgan, qiyin bo'lgan deyapti. Quruvchi who placed the stones at an inward incline in order to prevent the monument breaking up. Okay. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar protsessi, ya'ni qurilish haqida shundan mana bunday piramida shakliga kelgungacha juda ham har xil o'zgarishlar bo'lgan, boshqa narsalar bo'lgan. Uni anaqasida natijasida odamlar juda ham sarson bo'lgan, qiynalib ketgan og'ir toshlar bilan, unaqalar bilan, bunaqalar bilan. Xullas shu a difficult task for those who involved. Ya'ni involved degani kimlar? For those involved degani for builders deb bo'lyapti. Chunki kim involve qilingan unga? Quruvchilar involve qilingan. Difficult task nima bo'lyapti? Challenge bo'lgan, mana bu narsa bunaqa bo'lgan turib beryapti. Ну, qiyin emas, mazax qilib, как shu. Главный narsa rejimni o'zi birinchisi ko'pchilik aytadi, ya'ni bu rejim vocabulary test qiladi. Chunki bitta burial nimaligini, tomb nimaligini bilmasangiz tushunmasdan turasiz. Ya'ni umumiy ma'nosini chiqaza olmay qolasiz, qiynalasiz. Shu vocab yodlaylik, tushunmagan so'zlarni analiz qilaylik, definition yodlaylik, praktika qilaylik va iloji boricha rejim o'qiyotganda maza qilib o'qisanglar ham zerikmaysizlar, ham energiyalar ham yo'qolib qolmaydi. Keyingi informatsiya olish uchun o'qisanglar ancha anaqa bo'ladi, foydali bo'ladi. Hop, nechta qilib tashadi, yana bitta qilib yuboramiz. Once finally completed the step pyramid was 62 meters ko'rayotgan bo'lsanglar, step pyramid necha 62, ya'ni uzunligi 62 metr bo'lgan, and the was tallest structure of its time, ya'ni shu vaqtdagi eng baland struktura bo'lgan, bizda hozir Burj Khalifa bo'lsa, shu paytda mana shu piramida bo'lgan ekan, 62 metr bilan. The complex in which it was built was the site of the city in ancient Egypt. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, shu complex in which it was built, ya'ni shu complex nima bo'lgan, ya'ni city in size of the city in ancient Egypt, ya'ni bitta shahar razmerichalik bo'lgan ekan va u ichiga nimalarni olgan ekan? Temple, courtyardslarni, shrineslarni and living quarters for the priests. Rohiblar uchun yashagan joylar boshqa narsalar. It covered the region of 16 hectares and was surrounded by a wall. Ya'ni ko'rayotgan 16 gektar aniq qilgan, keyin surrounded 10,5 metrlik anaqalar bilan devorlar bilan qurshab olingan. The wall had 13 ta false doorslari bo'lgan, ya'ni ложные eshiklari. Into only one true entrance going into southeast corner, ya'ni bittadan faqat true entrance bo'lgan ekan. The entire wall was then ringed by a trench 750 meters long and 4 meters wide. The false doors and the trench were incorporated into a complex which if someone wished to enter, he or she would have needed to know in advance how to find the location of the true opening in the wall. Was so proud of him, blah, 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 blah. Xullas, bu yerda nima bo'lyapti? Ko'rayotgan bo'lsanglar, polniy shu ancient piramid haqida informatsiya beryapti. Strukturasi qanaqa bo'lgan, nimalari bo'lgan, nimalarni ichiga olgan, nimalarni ichiga olmagan, boshqa qilmagan. Shu momentda ko'rayotgan bo'lsanglar, nimalar bilan qurshab olingan va nimalar anaqalari borligini va shu qanaqa tashqarisida qanaqa eshiklar bor, 13 ta false eshiklar bor, true eshik bitta bor, mana shunaqa narsalar. The areas and artifact within the pyramid itself. Bo'ladimi mana shu? Nima deb o'ylaysizlar? Mana shuni bitta aniq qilamiz. Qanaqa tushunganlarni, nima sababdan qilganini qaranglar. Mana shuni olib qolamiz. Birroq olib qolamiz. O'chiramiz, buni ham o'chiramiz. Buni ham o'chiramiz. Endi osonmi? Tushunsin, mana aniq ko'ramiz. And overall the external building and areas. Okay, buni ham olib qolamiz. Chunki bu yerda anaqani ham bo'lyapti. Va design did others. Design haqida ham bor. Piramidan dizayni haqida. Change design overall study despite few remains and despite the few remains. Mana shu uchtasini olib qolamiz. Qani, D-ga qaysi biri bo'ladi? 1 bo'ladimi, 4 bo'ladimi, 6 bo'ladimi? Nega? Explain qilib bera olasizlarmi shuni farqini ajratib boshqa qilib? Qolaman javoblarni inshaalloh foydali bo'ldi degan umidda. Maktab yo'nalishi bo'yicha umumiy ma'nosini chiqazib ketsanglar ancha foydali bo'ladi. Hop, kuninglar xayrli o'tsin. Kelayotgan bayramingiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'linglar.